Devor kesadigan apparat so'ragan mijozlarimiz uchun Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalar do'konimizga har xil razmerdagi devor, beton hamda stashkalarimizni kesib berishga mo'ljallangan apparatlarimizdan yetib keldi. Bugungi video obzorimizda shu apparatlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Do'konimizga ko'rishlaring mumkin. Bu apparatimiz Biotti brendidan bo'ladi. Bolgarkaga o'xshab kuchlanish beradi, o'rtasidan aylantiriladi. Xo'p, bu apparatimizda diskasi o'rtasi berk variantda bo'ladi. Stashka, asfalt, devorlarimizni kesib berishga mo'ljallangan original armazli variantda bo'ladi. O'zini komplektidan xuddi shunaqa sunasozlari, o'ziga ishlaydigan ключlari, o'zini suv filtrlari, hamma narsalari chiqadi. Komplekt holatda bo'ladi. Bu apparatimizning narxi $300 dan 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalari bilan qilib beryapmiz. Agar kanalimizga podpiska bosib keladigan obunachilarimiz bo'lsa, yanada kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bu apparatimiz Iramax brendidan Kalsori devor kesadigan apparatimiz bo'ladi. Apparatimiz yordamida 30 sm gacha bo'lgan devor, beton plitalarimizni bemalol kesib foydalansalaring bo'laveradi. Apparatimiz 6000 vatli motorlar bilan jihozlashtirilgan. O'zining komplektidan xuddi shunaqa kattagina suv nasozlari chiqadi. Bu tarafda o'zini suv filtrlari, ключlari, mayda-chuyda narsalari chiqadi. Apparatimizning narxi $420 dan. Buni ham dastavkalari ichida bo'ladi. Uragan brendidan beton kesadigan apparat so'ragan akalarimiz uchun apparatimiz 8000 vatli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu apparatimizda hozir pichoqlarini yechib qo'yganmiz. Bu ham Kalsoli variantda bo'ladi. O'zining komplektidan ключlari, garantiya talonlari chiqadi. Garantiyalari 6 oydan 1 yilgacha beriladi. Reduktorlari katta variantdan, motorlarini ham quvvat kuchli bo'ladi, baquvvatidan bo'ladi. Apparatimizning narxi $450 dan. Nimaga buni narxi $420, buni narxi $450 degan akalarimiz uchun? Buni motorlari ozgina kichikroq bo'ladi, reduktorlari ham kichkina reduktorlar bilan ishlangan. Bu apparatimizning motorlari baquvvat, reduktorlari katta qilib jihozlashtirilgan bo'ladi. Undan tashqari o'zimizning brend 30 sm gacha bo'lgan devor betonlarimizni kesadigan Kalsoli variantdagi devor kesadigan apparatimiz. Ko'rishlaring mumkin, shesternali variantlarda bo'ladi. Pichoqlari ham original bo'ladi. Original armazli. Devorlaringning ichidan tosh chiqami, armatura chiqami, temir chiqami bemalol kesib o'tib ketaveradi. 6000 vatli motorlar bilan jihozlashtirilgan. Ko'tarishga juda ham qulay, yengil qilib ishlangan bo'ladi. Tepa joylarga ham bemalol ko'tarib foydalansalaring bo'laveradi. Bu apparatimizning narxi $400 dan dastavkalari bilan qilib beramiz. Undan tashqari beton teshadigan apparatlarimizdan ham yetib kelgan ruchnoy variantlaridan so'ragan akalarimiz uchun ruchnoy variantidan suxoy, suvsiz ishlaydigan bo'ladi. Bu apparatimizning narxi $80 dan turadi. Pastavkali beton teshadigan apparatimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishlaring mumkin, suvli variantlarda bo'ladi. Bemalol suvlaringni ulab, changitmasdan teshib foydalansalaring bo'laveradi. Bu suxoy variantini remont qilingan uylarga ishlatsalaring, uylaringni rasvo qilib yormaydi, loyqa changitib yormaydi. Mana bu suvli variantini remont qilinmagan joylarga ishlatsalaring effekti yaxshi bo'ladi. Kimga shunaqa beton teshadigan, kesadigan apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalar do'koni bo'ladi. Video ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib zakaz bersalaring, dastavkalarini 12 ta viloyat bo'ylab qilib beramiz.